Bugungi kunda jahon hamjamiyati oldida turgan eng muhim ijtimoiy va tibbiy muammolardan biri AIDS, ya'ni odamning immun tanqisligi sindromidir. AIDSga olib keluvchi VICH virusi yoshlar orasida tez suratda tarqalishi orqali salomatlikka, ijtimoiy barqarorlikka va kelajak avlodning sog'lom o'sishiga jiddiy xavf solmoqda. Shu bois yoshlarning AIDS haqidagi tushunchasi, xabardorligi va xavfsiz xulq-atvori jamiyat uchun katta ahamiyatga egadir. AIDSga sababchi bo'luvchi virus aslida Afrikadagi shimpanze va boshqa maymunlarda uchraydigan SIV degan virusdan kelib chiqqan. Virusning insonlarga o'tishi taxminan 1900-1930 yillarda paydo bo'lgan. Yoshlar hayotida sog'lom turmush tarzini shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Sog'lom hayot bu faqat kasalliklardan xoli bo'lish emas, balki jismoniy, ruhiy va ma'naviy jihatdan uyg'un rivojlanish demakdir. Yosh avlodning sog'lom bo'lib voyaga yetishi esa jamiyatning kelajakdagi salohiyati va taraqqiyotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Yoshlar VICH yuqishi xavfi yuqori bo'lgan asosiy guruhlardan biri hisoblanadi. Buning bir nechta sabablari mavjud. Ko'plab yoshlar VICH va AIDS o'rtasidagi farqni bilmaydilar. Noto'g'ri ma'lumotlar va mish-mishlar xavfsiz xulq-atvorni shakllantirishga to'sqinlik qiladi. Yoshlar o'rtasida AIDS tushunchasi ko'pincha noto'g'ri ma'lumot va stigma bilan chalingandir. To'g'ri axborot, ochiq muloqot, profilaktika usullari haqida bilim berish VICH, AIDSni kamaytirishda juda muhim. Yoshlar orasida zararli odatlarga moyillikni kamaytirish, sog'lom turmushni targ'ib qilish, sport to'garaklari va madaniy tadbirlarni ko'paytirish jamiyatning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Zero, sog'lom yoshlar mustahkam kelajak asosidir.